Eslatma. Hurmatli obunachilar, ushbu videoni ko'ryapsizmi va ushbu videoda qatnashadigan ushbu operatsion tizimda sizlarga maslahat bergan bo'lardim. Agarda Linux operatsion tizimida yetarlicha optga ega bo'lmasangiz, ushbu operatsion tizimda maslahatim virtual mashinani o'rnatib, keyin opt yig'ilgandan so'ng o'zingizni shaxsiy kompyuteringizga o'rnatishingizni maslahat bergan bo'lardim do'stlar. Chunki bu operatsion tizim 100% professionallar uchun ishlab chiqilgan bo'lib, oddiy foydalanuvchilar uchun biroz qiyinlik bo'ladi va oddiy kompyuteringizga o'rnatganingizdan so'ng anchagina bu sizni qiynab qo'yishi mumkin. Shuning uchun maslahatim shu akalar. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, videoni boshlaymiz. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Yosh avlod kanali. Shu videoni ko'ryapsizmi? Demak, siz albatta Linux operatsion tizimlariga juda ham qiziqasiz va o'zingiz shu paytgacha juda ham ko'p Linux operatsion tizimlaridan ishlatgansiz va bu sizga kamlik qilgan. Va siz o'zingiz qandaydir noodatiroq va har doimgi Linux operatsion tizimlariga qaraganda biroz boshqacharoq qandaydir aynan professionallar uchun qandaydir yaratilgan Linux operatsion tizimini qidirgan bo'lsangiz kerak. Va albatta siz bu videoni ko'ryapsizmi? Siz to'g'ri yo'ldasiz. Bugungi videomizda biz sizlar bilan birgalikda aynan professionallar uchun bo'lgan Linux operatsion tizimini bugun biz qo'lda noldan tuzishni men sizlarga o'rgatib o'taman. Bugun biz Arch Linux va Hyprland ish stoli muhiti orqali birgalikda ularni o'rnatib, Windows operatsion tizimi bilan dual boot holatda qanday qilib o'rnatishni birgalikda ko'rib chiqamiz do'stlar. Albatta, videom sizga qiziq bo'layotgan bo'lsa, albatta kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib, o'z fikringizni video opisiyaniyasiga va o'z fikringizni yozib qoldirishingizni so'rab qolgan bo'ladi. Bu qilgan ishingiz bizning kanalimiz rivoji uchun juda ham katta hissa qo'shgan bo'ladi. Albatta, sizlarga kattakon rahmat. Bizning kanalimiz allaqachon 3210 obunachidan ham oshdi. Buning uchun sizlarga kattakon rahmat. Bu men uchun juda ham katta motivatsiya. Har bir video uchun juda ham katta podeshkalar qilyapsizlar. Barcha kommentariyani men o'qib chiqaman. Ko'p chiqishimiz mumkin. Agarda ishonmayotgan bo'lsangiz, men iloji boricha barcha kommentariyani o'qib chiqishga, hammasiga javob yozishga harakat qilaman. Albatta, bir ikkita kommentariyalarda men ko'rmay qolishim mumkin. Bularning barchasiga men reaksiya bildirib, hammasiga yozib chiqishga harakat qilaman. Ko'rib turishingiz mumkin. Men barchasiga yozib chiqaman. Shuning uchun qo'rqmanglar. Negativ bo'lsa ham, o'z fikringiz bo'lsa ham yoki keyingi video haqida qandaydir g'oya bo'lsa ham bemalol yozib qoling. Men barchasini o'qib chiqaman, hammasiga javob yozaman. Xo'sh akalar, siz tayyor bo'lsangiz, unda biz videomizni cho'zib o'tirmasdan boshladik do'stlar. Xo'sh akalar, biz ushbu operatsion tizimda qanday qilib o'rnatishimiz kerak bo'ladi? Birinchi navbatda bizga Windows operatsion tizimi kerak bo'ladi va operatsion tizimda o'rnatishimiz uchun bizga minimum 2 GB dan ko'p bo'lgan flashka va albatta Arch Linux o'rnatuvchisi kerak bo'ladi. Va ushbu o'rnatuvchini flashkamizga yozish uchun yo Vento yoki Rufus o'rnatuvchisi kerak bo'ladi. Bularning barchasini silkasi bizning video opisiyanasida va albatta bizning veb-saytimizda bo'ladi. Bizning veb-saytimizda agarda sizlar topa olmaydigan bo'lsangiz, men sizlarga hozir ko'rsatib beraman. Buning uchun brauzerni ochamiz va bu yerga backfur.site deb qidirtiramiz va bizning veb saytimizga tashrif buyurasizlar va bu yerdan to'g'ridan-to'g'ri dasturlar bo'limiga o'tib, biz bemalol barcha dasturlarni yuklab olishimizni ko'rib turganingizdek, bizning Arch Linux o'rnatuvchisi va bu yerda Vento ham mavjud. Va bu yerda siz Rufusni ham topishingiz mumkin va bir-biridan qiziq bo'lgan juda ham ko'p dasturlar, barchasi bizning videolarimizda qo'llanilgan, bemalol shu yerdan yuklab olishingiz mumkin. Albatta, bu dasturlar haqida o'zingizni fikringizni bizning Telegram kanalimizdan va muhokama guruhimizdan bemalol olishingiz mumkin bo'ladi. Albatta, kanal va guruhlar silkasi ham video opisiyanasida bo'ladi do'stlar. Va videodan cheklanmaymiz. Biz birinchi navbatda Arch Linux yuklab olish uchun bu yerdan yuklab olish tugmachasini bosamiz. Va bu yerdan eng oxirgi versiya, bu yerdan Arch Linuxning 2026-versiyasini bu yerdan yuklab olamiz. Va yuklab olganimizdan so'ng bu yerdan men allaqachon yuklab olganman. Keyin biz Vento'ni yuklab olamiz. Juda ham funksional va xohlagan operatsion tizimda bemalol muvaffaqiyatli ravishda ishga tushirish uchun juda ham zo'r dastur. Hattoki flashkangizda joyga bo'ladigan bo'lsa ham, siz Windowsni razdelning ichiga ISO faylni yuklab qo'yib turib bemalol ishlatishingiz mumkin. Bu yerda ham yuklab olish tugmachasini bosamiz. Bu yerda to'g'ridan turib ushbu oynaga ochiladi va sizning o'zingizga kerakli bo'lgan operatsion tizimni tanlaysiz. Kelinglar bu yerda Windows tanlaymiz, chunki bizda Windows.
va sizda quyidagi oyna ochiladi. Bu yerdan ham Windowsni tanlashingiz kerak bo'ladi. Bu yerda standart holatda Live CD'ni yuklab olish tugmachasi bo'ladi, lekin biz Windows kerak. Bu yerda 1.11. Bu yerdan buni yuklaymiz va bizga yuklab olish boshlanadi. Men allaqachon yuklab olganman va barchasi tayyor. Va keyingi etapga o'taylik. Va biz Windowsga o'tib oladigan bo'lsak, bizda ko'rib turishingiz mumkin, bizda Ventoy dasturi bor. Sizlarda birinchi navbatda Ventoy yuklaganingizda albatta zip holatda bo'ladi. Buni biz shoshamoq tugmasini bosib, bu yerdan extract all tugmachasini bosamiz va bu yerdan extract tugmachasini bosamiz. Va bizning barcha fayllarimiz tashqariga chiqarib olinadi va biz albatta bu yerga flashkani yuklashimiz kerak bo'ladi. Bizda flashka allaqachon mavjud, shuning uchun xavotir olmasa ham bo'laveradi. Va bu yerdan boyaga chiqarib olingan papkani ochamiz. Ko'rib turishimiz mumkin, menda papkani ichida yana bir papka bor. Bu papkani ham ichiga kiradigan bo'lsa, bizda bir necha fayllar ko'rishimiz mumkin. Bu yerdan biz ochadigan fayl bu ventoy2disk.exe. So'nchani o'yin tugmasini bosamiz va Run as administrator tugmachasini bosamiz. Va shunda bizning dasturimiz ishga tushadi. Va bu yerda ko'rishimiz mumkin, bizning bu yerda ulanib turgan devicelarimizni ko'rishimiz mumkin. Menda oldindan Windowsga, ya'ni menda hozir Ventoy dasturi o'rnatilib turgani uchun aynan xuddi shunday holatda ko'rsatiladi. Kelinglar buni o'chirib tashlab, aynan boshqatdan qanday, ya'ni yangi flashga ulanganda qanday ko'rinishini ko'rsatib o'taman, chunki bu sizlarni chalg'itib qo'yish ehtimoli bo'lishi mumkin. Bu yerdan men buni tozalab olaman. Albatta siz Ventoyni o'rnatilgan Ventoy tozalashni xohlasangiz, bu yerdan option bo'limiga o'tib, bu yerdan clear Ventoy tugmachasini bosib, bemalol ushbu flashkangiz ichida o'rnatilgan Ventoyni o'chirib tashlashingiz mumkin. Albatta bu holatda ham sizning flashkangiz butunlay format bo'ladi. Va ko'rishimiz mumkin, bizda hozirda o'chib ketdi. Va ko'rishimiz mumkin, bizda endi xuddi shunday holatda bizda Windowsga, ya'ni bizning USB flashkamiz ko'rishimiz mumkin. Bu yerda 32 GB. Bunga biz o'rnatishimiz uchun bizning albatta Windows'imizda o'rnatilgan operatsion tizimimiz qaysi rejimda ishlayotganini bilishimiz kerak. Bu yerda standart holatda Ember ko'rsatayotganini ko'rishimiz mumkin. Biz buni Ember yoki GPT ekanligini bilishimiz uchun bu yerdan sochani boost menyusiga sochani tugmasini bosib, bu yerdan disk management bo'limiga kiramiz. Va kirganimizdan so'ng bu yerda bizning razdellarimiz bo'limidagi asosiy razdelimizning blok ustiga so'nchani tugmasini bosib, bu yerdan properties bo'limiga o'tamiz. Va bu yerdan policies va bu yerdan volumes bo'limiga o'tadigan bo'lsak, ko'p turganingizda bizda GUID partition table GPT yozuvini ko'rishimiz mumkin. Demak, biz GPT ni belgilashimiz kerak. Va men allaqachon 80 GB ajratganman va buni keyinchalik hozirda ko'rsatib o'tishim uchun yana qo'shib qo'yay. Xo'p. Tak. Endi biz buni GPT ga qanday o'rganamiz? Buni option bo'limiga o'tib partition style va bu yerdan GPT ni tanlaymiz va install tugmachasini bosamiz. The device will be formatted and all data will be lost. Continue. Yes. Va bu yerdan ham yes ni bosamiz. O'rnatilguncha kutamiz. Bizning Ventoy dasturimiz flashkamizga muvaffaqiyatli o'rnatildi. Endi dasturni yopishimiz mumkin. Va flashkamizga kerakgan bo'lsa, bizning flashkamiz yangi Ventoy nomi bilan ataldi va bizning ISO obrazimizni bu yerga copy qilib tashlashimiz kifoya bo'ladi. Bu yerga copy qilib tashlaymiz. Va men obrazimni faqat ba'zida tashlab oldim. Endi keyingi qiladigan ishimiz bizning asosiy razdelimizni Arch Linux uchun ajratishimiz kerak bo'ladi. Chunki dual boot holatda Linux va Windows razdellari har xil holatda bo'lganligi uchun biz alohida razdel ajratishimiz shart bo'ladi. Va bizda ko'p turganingizda menda 128 GB va bundan keraklar 80 GB men ajratay. Sizlarga maslahatim 60 GB dan baland ajratishni maslahat beraman. Bu albatta operatsion tizimning stabilligini ta'minlaydi. Va bizning asosiy razdelimizni ustiga ochib, albatta ajratish uchun bu yerdan push menyusiga sochani tugmasini bosib, bu yerdan disk management bo'limiga o'tamiz va bu yerdan sochani tugmasini bosib, bu yerdan shrink volume tugmachasini bosamiz. Va bosganimizdan so'ng dasturimiz ishga tusha boshlaydi, albatta yangi razdellar ochishimiz uchun. Va bu yerga bizning gigabaytlarni qanday holatda kiritishimiz mumkin bo'ladi. Agar siz to'liq holatda gigabaytni kiritmoqchi bo'lsangiz, albatta kalkulyator kerak bo'lishi mumkin. Buning uchun WinR komandasidan bu yerga calc komandasini beramiz. Calc va biz kalkulyatorni ochishimiz mumkin. Va kerakli kalkulyatorni hisoblaymiz. Standart holatda 1024 MB bu 1 GB ni tashkil etadigan bo'lsa, men 80 GB am, bunga 80 ko'paytiraman va 81920 MB bu yerga yozishimiz kerak bo'ladi. Chunki bu yerda ko'rib turganingizdek, enter amount of space to shrink in megabyte. Va bu yerda 81920 va shrinkni bosamiz va bizning razdelimiz yaratila boshlaydi. Va bu paytda yaratildi. Endi biz ushbu razdelimizni
ya'ni razdelimizga operatsion tizimni Arch Linux o'rnatishimiz uchun birinchi navbatda biz fleshkamizda kompyuterni ishga tushirishimiz shart bo'ladi. Buning uchun albatta kompyuterimizda perzaguska qilamiz va albatta perzaguska bo'layotgan joyda biz boot menyuga kirishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda standart kompyuterlarda har xil bo'ladi. Ayrimlarda F12, ayrimlarda delete, ayrimlarda esa escape bo'lishi mumkin. Menda ushbu holatda boot menyuga kirish knopkasi bu escape ko'rsatadi. Albatta kompyuterimiz perzaguska bo'ladi va escape bosamiz. Va ushbu joydan biz USB tanlashimiz kerak bo'ladi. Bu yerda birinchi navbatda USB manager albatta ko'rishimiz mumkin. Bizda USB diskni ko'rishimiz mumkin. Va buni ichiga kiradigan bo'lsak, bizning ventilatorimiz ishga tushadi va bu yerda men ISO faylni через kompyuterim orqali ishga tushiraman. Bu yerdan F2 ni bosamiz. Albatta xotirangiz kam bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunday qilib ishga tushirishingiz mumkin. Va bu yerdan bizning Windows razdelimizni ichiga kiramiz va buni qayerda turganini topishimiz kerak bo'ladi. Men bu рабочий stolda desktop va bu yerdan Arch Linuxni tanlaymiz va enter ni bosamiz va bizda bu holatga chiqadi. Demak, bizning ISO faylimiz muvaffaqiyat tarzda ishga tushdi va ushbu joyda ko'rishimiz mumkin. Undan bitta qadam yuqorida WinBoot yoki standart medium boot bo'limi mavjud bo'lishi mumkin. Shu joyda biz medium tanlaymiz, birinchi bo'lim. Xo'p. Va buni tanlaganimizdan so'ng bizning o'xshaymiz ya'ni ISO faylimiz ishga tushira boshlaydi. Albatta bu sizning fleshkangizni xotirasi, albatta fleshkangiz yoki kompyuteringizni ishlash tezligiga qarab bu tez yoki sekin bo'lishi mumkin. Va bizning Arch Linux o'rnatuvchisi muvaffaqiyat tarzda ishga tushirildi. Lekin bizda bitta muammo bor. Biz qanday qilib kompyuterimizga internet ulashimiz mumkin? Chunki bizda notebook bo'ladigan bo'lsa, biz Wi-Fi ga ulashimiz kerak bo'ladi. Va yuqorida yozuvlardan agar tarjima qiladigan bo'lsak, agar sizda Wi-Fi o'ynaydigan bo'lsa, siz IWCTL dasturi yoki NMCLI dasturi orqali, ya'ni Network Manager yoki IWCTL dasturlari orqali bemalol ishga tushirishimiz mumkinligi aytilmoqda. Buni biz qanday ishga tushiramiz? Biz birinchi navbatda Arch Linuxni live ISOda ishga tushirayotganligimiz uchun birinchi biz IWCTL dasturidan foydalanamiz. Biz qanday ulaymiz? Birinchi navbatda kelinglar ping qilib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek bizda ping hozirda internetimiz yo'q va biz IWCTL ni ishga tushiramiz. Va IWCTL ni ishga tushirganimizdan so'ng bizda device list komandasini beradigan bo'lsa, bizda qaysi adapterlar hozirda yonug'ligini ko'rishimiz mumkin va ushbu holatda biz juda ham kam holatda powered bo'limi off holatda bo'lishi mumkin. Shu holatda biz Wi-Fi adapterini yoqishimiz kerak bo'ladi. Buni qanday yoqamiz? Buning uchun biz maxsus komandani berishimiz kerak. Buning uchun device VLAN set property powered on komandasini berishimiz kerak bo'ladi. Shu holatda bizning deviceimiz yona boshlaydi va atrofdagi barcha mavjud stansiyalarni biz ko'rishimiz uchun yana bir bor station, bu yerdan VLAN null get networks komandasini beradigan bo'lsa, atrofdagi komandalar, ya'ni stansiyalarni ko'rishimiz mumkin. Va birortasiga biz ulanadigan bo'lsak, buning uchun biz station VLAN null connect va bizning nom ushbu network name bo'limida ko'rishimiz mumkin. Ushbu Wi-Fi nomini kiritamiz va enter ni bosadigan bo'lsak, bizga passwordni kiritishimizni so'raydi. Albatta bu yerga passwordni kiritamiz va kiritganimizdan so'ng enter ni bosamiz. Va bizning internetimiz ulanganligiga ishonch hosil qilishimiz uchun albatta bu yerga ping komandasini berib ko'ramiz. Bu yerda tozalab olamiz. Kelinglar bu yerga ping google.com va ko'rishimiz mumkin bizda internet mavjud. Va biz kompyuterimizga internet ulanganini ishonch hosil qilganimizdan so'ng ushbu Arch Linuxning o'rnatuvchisining paketlarini biz yangilab olishimiz kerak bo'ladi. Bu albatta o'rnatish jarayoni muvaffaqiyatli tarzda ish berishi uchun ancha yaxshi foyda beradi. Buning uchun bu yerga Pacman komandasini beramiz. Albatta package manager bu standart holatda Linux operatsion tizimining, ya'ni Arch Linux operatsion tizimini package manageri va sy komandasini bersak, biz ushbu databaza ichidagi, ya'ni bizning operatsion tizimimiz live ISO ning paketlarini yangilaydi. Bu yerda sizning internetingiz tezligiga qarab tez yoki sekin bo'lishi mumkin. Biz muvaffaqiyatli tarzda barchasini yangilab oldik. Va bizning keyingi qiladigan ishimiz bu boyagi biz 80 GB ajratgan razdelimizni kerakli razdellarga ajratishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun maxsus lsblk dasturidan foydalanamiz. Buning uchun lsblk
lsblk dasturini ishga tushiradigan bo'lsak, bizda hozirda qaysi dasturlar, aniqrog'i qaysi razdellar, qaysi jostki disklar yoki qaysi qurilmalar kompyuterga ulanganini parent va children razdellar sifatida ko'rsatib o'tmoqda. Bu yerda asosiy bizning kerak bo'ladigan razdelimiz SDA nomida ko'rib turishimiz mumkin. Sizlarda sizning ulangan doimiy xotirangiz turiga qarab, masalan SSD yoki NVMe yoki HDD bo'lishiga qarab turli holatda bo'ladi. Agar sizda NVMe bo'ladigan bo'lsa, bu yerda biroz uzunroq bo'ladi. Sizga kerak bo'ladigan narsa ushbu parent name, ya'ni asosiy nom. Ya'ni bu yerda ko'rib turishimiz mumkin, barchasi tree ko'rinishida, ya'ni daraxt ko'rinishida ko'ringan va buni eng boshida turgan SDA nomini ko'rishimiz mumkin. Aynan shu dastur, ya'ni ushbu razdelni biz kerakli razdellarga ajratishimiz uchun maxsus cfdisk dasturidan foydalanamiz. Buning uchun cfdisk va boyagi bizning parent name'ni kiritishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun /dev va SDA. Agar NVMe bo'ladigan bo'lsa, bu yerda NVMe standart holatda NVMe 0 shu holatda bo'lishi mumkin. Menda bu standart SDA va enter bosadigan bo'lsak, bu yerda yashil rangda bizning 80 GB free space, ya'ni bo'sh holatni ko'rishimiz mumkin. Aynan shu razdeldan bizning kerakli bo'ladigan razdellarni yaratib olishni boshlaymiz. Buning uchun biz pastdan new bo'lmani tanlaymiz va ko'rib turishimiz mumkin, bizga yangi razdelni o'lchamini kiritish so'raydi. Birinchi navbatda biz EFI razdelni yaratib olamiz, ya'ni Linux operasion tizimi ishga tushiruvchi asosiy razdel. Buni biz 1 GB holatga keltiramiz. Buning uchun biz pastdagi o'ngga chapga knopkalar orqali bu yerdan buni o'chirib tashlab, kerak emas joyini bu yerdan 1 GB qilib belgilaymiz va enterni bosamiz. Va ko'rishimiz mumkin, yuqorida 1 GB Linux file system fayli hosil bo'ldi, ya'ni razdeli. Buni biz turini o'zgartirishimiz uchun pastdan type bo'limiga o'tamiz va eng yuqorida ko'rishimiz mumkin EFI system. Aynan shuni tanlaymiz. Va pastdagi yashil qolgan razdelni ham yaratib olishni boshlaymiz. Buni biz pastdan yana new va ushbu 79 GB ni barchasini to'liq holatda ishga tushiramiz, ya'ni operatsion tizimni o'rnatish uchun. Buni biz tanlaymiz va type xuddi shunday holatda qoladi, ext razdelda va barchasi tayyor. Endi o'ng tarafdan write bo'lmani tanlab, bu yerga yes komandasini beramiz va dasturdan bemalol chiqishimiz mumkin bo'ladi. Va yuqorida ko'rishimiz mumkin, bizda ikkita yangi razdel paydo bo'ldi. Va bizdan quit bosamiz va keyingi etapga o'tamiz. Va biz yana bu lsblk dasturidan ko'radigan bo'lsak, bizda yangi razdellar ko'rishimiz mumkin va ushbu razdellarning child name'ini ko'radigan bo'lsak, bizning 1 GB razdelimiz SDA4 va 79 GB razdelimiz SDA5 holatda, ya'ni 5 holatda turibdi. Endi ushbu razdellarni biz to'g'ri formatga keltirib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni birisini FAT32 ga, ikkinchisini ext4 ga. Buning uchun biz mkfs dasturidan foydalanamiz va bu yerga mkfs birinchi FAT, ya'ni FAT32 chiziqcha F32 komandasini beramiz va bu yerdan chiziqchani bosib, bu yerdan dev va boyagi child name'ni kiritishimiz kerak bo'ladi, ya'ni SDA4. Enterni bosamiz va keyingi razdelimizni ext4 ga o'tkazishimiz uchun mkfs.ext4 /dev va SDA5 va bu yerdan yes ni bosamiz va barchasi tayyor. Yana biz keyingi qiladigan ishimiz, kelinglar yana bir bor lsblk dasturini ishga tushiramiz va ushbu razdelimizning asosiy Linux o'rnatmoqchi bo'lgan qismi, ya'ni SDA5 ni biz mount qilishimiz kerak bo'ladi, ya'ni ulashimiz kerak bo'ladi. Chunki buni maqsadimiz biz yuqorida turgan SDA4, ya'ni 1 GB razdelimizni ushbu razdelga bog'lab qo'yishimiz shart bo'ladi. Agar unday qilmaydigan bo'lsak, bizning operatsion tizimimiz ishga tushmaydi. Chunki u boot razdel sifatida foydalanadi. Standart holatda Linux operatsion tizimi boot razdelni aynan ushbu 79 GB ni ichiga ya'ni ulab qo'yish holatda ishga tushiradi. Buni biz qo'lda yozishimiz shart bo'ladi. Buning uchun bu yerga mount komandasini beramiz. Mount dev va boyagi
ya'ni SDA5 razdelini ulaymiz va ushbu razdelga nom beramiz. Kelinglar MNT va enterni bosamiz va ushbu razdelimiz ulanadi. Va bizning 1 GB razdelimizga ushbu joyga maxsus papka yaratamiz. Standart holatda bu razdel nomi boot bo'ladi. Make dir mnt boot razdel yaratildi, ya'ni papka yaratildi. Endi bizni boyagi 4-razdel, ya'ni SDA4 ni aynan shu boot razdelning ichiga mount qilamiz. Mount dev SDA4 va uni biz mnt / va bu yerdan bootni tanlaymiz. Va enterni bosamiz va barchasi tayyor. Va biz LSBLK ni ko'radigan bo'lsak, bu yerda 5 GB, ya'ni 1 GB razdelimiz mnt boot va 79 GB razdelimiz mnt holatda turibdi. Bu bizni Archling o'rnatish jarayonini juda ham sodda holatga keltiradi. Va har xil xatolar kelib chiqishini oldini oladi. Va eng asosiy etap, ya'ni Arch Linux o'rnatish jarayoniga yetib keldik. Bundan oldin biz ushbu Arch Linuxni versiyasini yangilab olishimiz talab qilinadi. Buning uchun pacman s arch install va bu yerdan yes ni bosamiz. Ko'rib turganingizdek 44 kilobayt bizda yangilanish bor va yangilanishni yuklab olamiz va o'rnatib olamiz. O'rnatish jarayoni muvaffaqiyatli yakunlandi. Endi biz arch install komandasini beramiz. Va bizning Arch Linux o'rnatuvchi asosiy dasturimiz ishga tushdi. Endi biz ushbu joydan birma-bir konfiguratsiyalarni sozlab chiqishni boshlaymiz. Bu yerda biz o'zgartirishimiz kerak bo'lmagan bo'limlar mavjud, lekin bularning barchasini ichiga bir marotaba kirib qo'yishimiz talab qilinadi. Bu yerdan birinchi navbatda tilni tanlash bo'limiga kiramiz. Bu yerda qancha tillar mavjud? Ko'rib turganingizdek, bu yerda o'zbek tili ham mavjud. Kelinglar tekshirib ko'ramiz. O'zbek tili albatta 79% tarjima qilingan. Bu yerda 21% ingliz tilida. Kelinglar tekshirib ko'ramiz. Enter. Wow, juda ham zo'r. Va lokallar bo'limiga o'tamiz. Klaviatura tartibi bular standart holatda shunday qoladi va orqaga ko'zgular va repozitoriyalar. Bu yerdan orqaga keyingi disk konfiguratsiyasi bo'limiga o'tamiz va bundan bo'limlash va albatta sizlarga g'alati ko'rinishi mumkin. Shuning uchun kelinglar bu joylarni ingliz tilida ko'rsatib o'taman, chunki ayrimlar bu joylarni tushunmay qolishi mumkin. Kelinglar buni ingliz tilida ko'rsatib, keyinchalik o'zbek tiliga yana o'tkazib qo'yamiz. Xo'p, bu yerdan disk configuration bo'limiga o'tamiz, chunki asosiy joy. Bu yerdan partitioning bo'limiga o'tamiz va pre-mounted configuration bo'limiga o'tib, bu yerga boyagi yaratgan mnt razdelini joylab qo'yamiz. mnt va orqaga qaytamiz, back va swap razdelni kelinglar yoqib qo'yamiz. Albatta kerak bo'ladi. Xo'p, va bootloaderni biz bu yerga grafni tanlaymiz va bu yerdan yana orqaga qaytamiz. Kernel standart holatda Linux qolaveradi. Bu yerda hostname agar o'zgartirishni xohlasangiz o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Kelinglar men o'zim domenimni kiritaman. Va authentication bo'limiga kiramiz va root passwordni, ya'ni root uchun parolni kiritamiz. Va buni yana qaytadan kiritamiz va user account yaratamiz. User account uchun ya'ni username va uni parolini va yes, sudo uchun confirm and exit va yana back. Bu yerdan profile bo'limiga o'tadigan bo'lsa, bu yerdan type va bu yerdan 4 xil bo'limga ko'rishimiz mumkin. Bu yerda desktop, minimal, server va xorg. Bugun biz Hyperland environmentidan foydalanamiz. Bu yerda biz desktop bo'limidan xohlagan bitta bu
desktop environmentni tanlab o'rnatishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek bu yerda Hyperlane ham mavjud. Lekin bularni biz o'rnatib olsak, biz bugun o'rnatadigan maxsus Hyperlane dot, ya'ni Jakuletning Hyperlane dotiga konflikt kelib qolishi mumkin va ishlamay qolishi mumkin. Shuning uchun biz minimal holatni ishlatamiz. Bu yerdan orqaga qaytamiz va yana profile, type va bu yerdan minimal. Bu yerdan minimal tanladik va yana back orqaga qaytamiz va application bo'limiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda Bluetoothni yoqamiz. Va audio uchun bu yerda Pipewire tanlashimiz kerak, chunki Pulse Audio juda ham eski va stabil holatda ishlamaydi. Bu yerda Pipewire ni tanlaymiz, bu yerda Pretty Servicelar emas, bu yerda Firewall standart holatda UFW va Additional Fonts bu yerdan shart emas, bu yerdan backni boshib o'tamiz. Va Network Configuration bu yerda standart holatda Use Network Manager Default Backend. Va bu yerdan Pacman, bu yerda True Color, Additional Packages bo'limidan biz qo'shimcha dasturlarni qo'shib qo'yishimiz mumkin. Bu albatta bizga zarur. Kelinglar bu yerga bir nechta paketlarni qo'shib qo'yamiz. Albatta Git, curl, fast fetch va bir necha dasturlarni kelinglar qo'shib qo'yamiz. Va bu yerdan dasturlarni biz oson topishimiz uchun bu yerda tabni bir marotaba bosadigan bo'lsak, pastdan filter bo'limiga yana bir marta o'tishimiz uchun yana tabni bosamiz va bu yerda filter bo'limiga klaviaturamiz o'tadi va bu yerga dastur nomini kiritamiz. Kelinglar birinchi navbatda gitni o'rnatamiz va bir marotaba tabni bosib bu bo'limga o'tamiz. Va bu yerdan tanlash uchun space barni bosamiz. Va yana bir bor tabni ikki marotaba bosib pastga tushamiz. Bu yerdan kelinglar fast fetchni ham o'rnatib olamiz. Yana tab, bu yerdan fast fetch space bar, ikki marotaba tab va bu yerga curlni ham o'rnatamiz. Albatta curls add. Bu avtomatik holatda o'rnatilishi mumkin, lekin kelinglar buni balkim o'rnatilmay qolishi mumkin. Shuning uchun bu yerga curlni ham belgilab qo'yamiz. Va bizga kelinglar Vimni ham o'rnatib qo'yamiz. Juda ham kerakli dastur. Va bu yerdan chiqib ketishimiz uchun bu yerdan shunchaki escape ni bosib chiqib ketamiz. Va bu yerdan time zone ni ham belgilashimiz mumkin. Lekin bular shart emas. Keyingi qiladigan ishimiz bu yerdan shunchaki install tugmachasini bosamiz. Kelinglar bu yerda Arch Linux'ni install language, ya'ni bu faqat o'rnatuvchi dastur, ya'ni ushbu o'rnatuvchini tili. Kelinglar o'zbekchaga o'rgatib qo'yamiz. Albatta xatoliklar chiqadigan bo'lsa, ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Barchasi qo'yilgan. Bu yerda o'rnatish. Ko'rib turganingizdek ko'rsatilgan konfiguratsiyalar qo'llandi. Davom etishni xohlaysizmi? Yes. Albatta 79% tarjima qilingan, qolgan joylar tarjima qilinmaydi. Vaqt sinxronizatsiyasi tugashi kutilmoqda. Waiting Arch Linux kalt zanjiri wrote albatta yarmingiz yarmi o'zbekcha juda ham qiziq. Va barcha dasturlar va fayllar yuklab olishini kutamiz. Albatta bu sizning internetingiz tezligiga bog'liq. Installation completed in 32 minutes 47 seconds. Keyin nima qilishni xohlaysiz? So'roq. Exit install. Yo'q. Biz keyingi qiladigan ishlarimiz hali talaygina. Keyingi qiladigan ishimiz biz albatta grab bootloader'ini o'rnatishimiz kerak. Chunki Arch Linux ustanovchiga faqatgina to'liq ustanovka qilishni ta'minlab beradi. Dual boot uchun grabni ustanovka qila olmaydi. Shuning uchun bu yerda chroot install, installation for, post installation configuration buni bosamiz. Va bu bizga hozirgi o'rnatilgan operatsion tizim, ya'ni Arch Linuxni bizga ya'ni ulab beradi. Bu yerga clear beramiz va biz bu yerga fast fetch beradigan bo'lsak, demak bizning dasturimiz kutilmagan tarzda albatta o'rnatilmay qoldi, lekin bu qo'rqinchli emas, chunki bizda internet mavjud. Shuning uchun bu yerga sudo shart emas, chunki rootda turibdi. Pacman kelinglar, boyagi dasturlarni yana bir bor qaytadan o'rnatamiz. Fast fetch, git, nano va albatta keyinroq boshqalarni o'rnatamiz. Bularni birinchi navbatda o'rnatib olaylik, 30 megabayt. Va bizning boyagi dasturlarimizni o'rnatib oldik. Kelinglar fast fetchda tekshirib ko'ramiz va bizda Arch Linux eng yangi versiyasi 6.19.10 Arch Brewer kernel 1 soatdan beri ishlayapti. Va keyingi qiladigan ishimiz, endi biz ushbu operatsion tizim uchun grabni o'rnatib chiqishimiz boshlaymiz. Buning uchun pacman s grub EFI boot mgr va men qanday yozgan bo'lsam xuddi shularni yozishingiz kerak bo'ladi, albatta muammo chiqmasligi uchun.
Bularni barchasini agar ulgib qoladigan bo'lsam Telegramga yoki video opisiyaniyasiga ham qoldiraman. Agarda yo'q bo'ladigan bo'lsa, ming bor uzr, bularni video ichidan topishingiz mumkin bo'ladi. Qanday qilib 75 kesni qilganini to'g'risi tushunmadim. Xo'sh, qaytamiz. DOS, FS Tools va M Tools. Bular barchasi bizga kerak va bularni barchasini o'rnatishni boshlaymiz. Va bularni o'rnatib oldik va ko'rishimiz mumkin bizda graph va EFI butonlar mavjud va buni tozalab bu yerga lsblk ni yana qiladigan bo'lsa, bu yerda ko'rishimiz mumkin bizda boot va slash razdelimizni ko'rishimiz mumkin. Aynan bizni kerakli razdellarimiz. Ana endi biz bularga graphni o'rnatishni boshlaymiz. Buning uchun graph install va nishonni belgilaymiz. Target. Bu targetga bizning boyaga operatsion sistemamizni arxitekturasi, ya'ni x86 64 EFI va ushbu EFI uchun directory bu bizni /boot razdelimiz bo'ladi va bootloader grep. Aniqrog'i bootloader ID bo'lishi kerak edi, ming bor uzr. Albatta ikkita chiziqcha bilan bootloader ID then grep. Va buni o'rnatish uchun enterni bosamiz. Installing grep platform. Installation finished, no error reported. Aynan shunday xabarsida chiqadigan bo'lsa, demak siz muvaffaqiyatli tarzda grepni ushbu boot razdelimizga o'rnatib olganingizni bilishingiz mumkin bo'ladi. Va keyingi qiladigan ishimiz va ushbu grep konfiguratsiyalarini biz ushbu maxsus konfiguratsiya faylga saqlab olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun grep mkconfig adashmasam va chiziqcha o boot grep va grep cfg va enterni bosamiz. Va barchasi tayyor. Boot menu done. Va akalar barchasi tayyor. Endi biz mana shu joyda boshqa dasturlarni ham bemalol o'rnatib olishimiz mumkin yoki shunchaki chiqib ketishimiz ham mumkin. Kelinglar bir necha dasturlarni bu yerga oldindan o'rnatib qo'yamiz, chunki keyinroq bularni bosh og'riq qilmasligi uchun. Kelinglar brauzer Firefoxni bu yerga o'rnatib qo'yamiz, chunki standart holatda yo'q, chunki minimal installation, ya'ni o'rnatish jarayonini amalga oshirdik. Buning uchun pacman as Firefox. Birinchidan Firefox o'rnatamiz. Standart default holatda 163 MB va Firefox muvaffaqiyatli tarzda o'rnatildi. Va keyingilar VS Code, ya'ni dasturlashimiz uchun kerak bo'ladigan dasturlarni ham bir ikkitasini o'rnatib qo'yaylik. Kelinglar bu yerga sudo pacman, albatta sudo shart emas, chunki rootda biri pacman buni tozalab olamiz. Va pacman as code standart holatda kod bo'ladi va kelinglar GCC ni ham o'rnatib qo'yamiz, ba'zi holatda kerak bo'ladi bu narsalar va Python va yana qanday dasturlar kerak bo'ladi. Vim kerak bo'ladi, wget kerak bo'ladi, git kerak bo'ladi va bizga yana qanday dasturlar kerak bo'lishi mumkin. Hozircha shular hammasi kerak. Va bularni o'rnatamiz. Umumiy holatda bizda ko'rishimiz mumkin, bizda Python va Git mavjud ekan. Shuning uchun buni no berib turamiz va biz bu yerdan Python va Gitni o'chirib tashlaymiz, chunki bular reinstall bo'ladigan bo'lsa, har xil buzilishlar olib kelishi mumkin. Buni oldini olish uchun bularni olib tashlaymiz va qolgan dasturlarni o'rnatib olamiz. Va bularni o'rnatib olganimizdan so'ng biz bemalol operatsion tizimda qayta yuklashimiz mumkin yoki sizlar bu dasturlarni agar o'rnatishni xohlamasangiz yoki keyinroq o'rnatishni xohlasangiz bemalol o'chirib yoqishingiz mumkin bo'ladi. Bu muammo emas. Bu shunchaki undan keyingi ro'y berishi mumkin bo'lgan ayrim internetdagi ulanish xatoliklarini oldini olishda ya'ni zarur bo'lishi mumkin. Va barcha dasturlar o'rnatildi. Endi mana nihoyat biz operatsion tizimda qayta yuklashimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun shunchaki reboot komandasini beramiz.
albatta churutda yuribmiz. Shuning bundan oldin exit beramiz. Tizim sinxronizatsiya qilinyapti va endi reboot. Va boot manager, ya'ni boot menyuni ochishimiz uchun, ya'ni boot managerni ochamiz, ya'ni boot menu. Va ko'rishimiz mumkin avtomatik tarzda biz Arch Linuxga kirib oldik va bu yerda menda ikkita Arch Linux ko'ribdi, lekin xavotir olmasangiz ham bo'laveradi. Bu degani biz bundan oldingi, ya'ni grab o'rnatganimizda bizning Arch Linuximiz oldin kiritilgan edi, lekin ayrim holatda bu albatta kiritilmay qolish ehtimoli bo'lganligi uchun men qaytadan o'rnatgandim. Lekin bu qo'rqinchli emas. Bularning ikkalasi ham ishlayveradi. Bundan eng birinchisini tanlaymiz. Va buni tanlaganimizdan so'ng bizning Linuximiz ishga tushib boshlaydi. Va biz bu yerga ko'rishimiz mumkin. Backfor uchun login, ya'ni qaysi loginga kirishimizni so'rayapti. Boyagida biz Arch Linuxni o'rnatayotganimizda biz user login kitgandik, ya'ni username yaratganimizda bu yerga kiritamiz, ya'ni Backfor meniki va uning parolini kiritamiz. Va biz loginga kirib oldik. Va ko'rishimiz mumkin bu yerda sudo suv ham ishlaydi. Bu yerdan bemalol rootga kirib, bemalol dasturlar ishlashimiz mumkin va fast fetch ham bu yerda o'rnatilgan va barchasi tappa tayyor. Va keyingi qiladigan ishimiz albatta bunga ham Wi-Fi ni ulashimiz kerak bo'ladi, lekin bu biroz boshqacharoq. Buning uchun biz maxsus NMCLI dasturidan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun NMCLI dasturini ishga tushirib, bu yerdan Connection Show Active bo'limini bosadigan bo'lsak, bizni hozirgi paytda qaysi, ya'ni setda qaysi ya'ni bizning devicelarimiz borligini bu yerda ko'rsatiladi va biz bu yerdan NMCLI Devices Wi-Fi List kamerasini berish orqali atrofdagi barcha stansiyalarni bilib olishimiz mumkin. Va bu yerdan biz qaysi dastur, ya'ni ushbu stansiyaga ulanishimiz uchun birinchi navbatda NMCLI Device Wi-Fi Connect va bizning Wi-Fi'imiz nomini albatta qo'shtirnoq ichida va undan so'ng password deb qo'shtirnoq ichiga uning parolini kiritamiz. Va ekranda bizda successfully connected, ya'ni activated yozuvi chiqadigan bo'lsa, demak biz Wi-Fi ga muvaffaqiyatli tarzda ulangan bo'lamiz. Va albatta biz bu yerga ping berib tekshirib ko'radigan bo'lsak, albatta Google bilan va bizning internetimiz muvaffaqiyatli tarzda ishlayapti va keyingi qiladigan ishimiz albatta endi bunga desktop environment o'rnatamiz, chunki albatta ushbu holatda ham professionallar foydalanishi mumkin, masalan menga o'xshaganlar, lekin ayrimlar buni foydalana olmasligi mumkin. Ayrimlar klaviatura va sichqonchadan foydalanmoqchi bo'ladi. Va hozir bir narsani aytish yodimdan ko'tarildi, ming bor uzr. Ushbu Arch Linuxni yangi o'rnatib ishga tushirgan paytingizda siz bitta dasturni o'rnatib olishingiz kerak bo'ladi. Bu Yay hisoblanadi. Ushbu Yay Pacmanga o'xshagan package manager hisoblanib, juda ham ko'p dasturlar aynan shu Yay package manager orqali o'rnatiladi, lekin agar hozir biz bugungi videomizda Arch Linuxni minimum versiyasida o'rnatganligimiz uchun Yay ko'p holatlarda unda o'rnatilmagan bo'ladi. Shuning uchun biz uni o'rnatishimiz kerak. Buning uchun birinchi navbatda Git o'rnatilganligiga ishonch hosil qilishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun sudo pacman s git qilamiz va bizga Git o'rnatiladi va bu yerga password kiritamiz. Menda Git allaqachon mavjud ekan. Va biz keyingi navbatda git clone https://our.archlinux.org yay git. Aynan shuni biz klon qilib olamiz. Buni bossak klon bo'ladi. Menda allaqachon mavjud va klon qilganimizdan so'ng bu yerdan yay papkasiga cd yay va unga make pkg si komandasini beramiz. Shu orqali biz Yayni o'rnatib olishimiz mumkin. Menda oldindan o'rnatilgan, shuning uchun buni o'rnatishim shart emas. Sizlar o'rnatganingizdan so'ng video davomidagi barcha komandalar muvaffaqiyatli tarzda ishlaydi. Va biz o'rnatib olganimizdan so'ng Hyperlandga o'rnatib olishni boshlaymiz. Ming bor uzr, men Jakuletdan foydalanmoqchi edim, lekin Jakuletning ushbu Arch Linux uchun biroz muammo keltirayotganligi sababli biz boshqa Hyperland.dan foydalanamiz. Bu Hide maxsus Hide project. Buni ham silkasini qoldiraman albatta. Bu yerdan biz buni o'rnatib olishimiz uchun buni gitni klon qilishimiz kerak bo'ladi va bu yerdan skriptlarni ishga tushiramiz va bularni qilishni boshlaymiz, kelinglar. Buning uchun birinchi Linuxga o'tib olamiz.
O'tganimizdan so'ng birinchi navbatda git clone va def 1 https github.com va bu yerga id projects aniqroq id project va id va bu yerga id. Bu belgini qayerdan olganligimni so'ramoqchi bo'lsangiz, bu o'ng yuqori burchakda bir knopkani yonida turadi aniqrog'i. Buni teramiz va buni klon qilishni boshlaymiz. Va cloning. Bu nima uchun yozdim? Chunki buni alohida hid nomli papkani ichiga avtomatik klon qiladi va boshqa bizning home folder ichidagi boshqa fayllarga va boshqa skriptlarga konflikt qilishini oldini oladi. Va barchasini yuklab oldik va ko'rishimiz mumkin. Men Arch Hyperland'da birinchi versiyasini oldinroq yuklagandim, lekin ish bermadi va biz hid ga o'tishimiz mumkin. Bu yerda hid scripts papkasiga o'tib olamiz va o'rnatish jarayonini boshlaymiz. Buning uchun bu papkani ichiga qaraydigan bo'lsak, bu yerda juda ham ko'p fayllar mavjud. Bu yerda biz ishga tushiradigan fayl bu install sh pap, ya'ni fayl hisoblanadi. Buni ishga tushirish uchun /install sh va bu yerga root passwordni kiritamiz. Va bu yerda birinchi navbatda grab detected deyapti va bizni qaysi versiyani o'rnatishimizni talayapti, ya'ni retro boot, dark versiya, ya'ni qora versiya va light versiya. Menga dark versiyasi ma'qul, birini tanlayman va barcha dasturlar o'rnatib olguncha kutamiz akalar. Bu nariga Jakulitdan qaraganda anchagina boyroq va juda ham ko'p o'zida temalarga mavjud. Nima uchun men Jakulitni birinchi navbatda tanlagandim? Chunki Jakulit juda ham yengil va o'zida yengilligiga qaramasdan juda ham ko'p funksiyalarga ega edi, lekin u ko'proq Arch uchun emas, ya'ni boshqa sistema uchun ishlab chiqarilgan bo'lganligi uchun ko'proq Arch bilan konfliktlari kelib chiqyapti, lekin aynan ushbu hid ko'proq Arch Linux uchun va ushbuni ustida ishlaydigan boshqa distrolar, masalan Endeavour yoki CacheOS bo'lishi mumkin va boshqa operatsion tizimlarga maxsus ishlab chiqilgan. Va yaqinda 2 hafta oldin ham GitHubda yangilanish bo'ldi. Bu esa yangi xatolarni tuzatilganligini anglatadi va dasturchilar juda ham mahoratliligini ko'rsatib turadi. Albatta menga juda ham yoqdi bu. Va albatta fayllar yuklanguncha kutamiz. Va albatta bu o'rnatish jarayonida biz Yay'dan foydalanyapmiz. Albatta ushbu Yay oldindan Arch Linux o'rnatilgan jarayonda o'zi bilan birgalikda o'rnatiladi, lekin ayrim holatlarda Yay package manageri o'rnatilmay qolishi ham mumkin. Hozirda ushbu o'rnatish jarayoni to'liq tugagandan so'ng men Yayni qanday o'rnatishni ham bir ko'rsatib o'taman. Albatta bu sizlarga kerakli bo'ladi. Chunki ushbu o'rnatish jarayoni agarda install sh faylni agarda ishga tushiradigan bo'lsangiz, ishga tushmasligi ehtimoli bo'ladi. Ushbu jarayonda albatta 80-90% ehtimoli bilan Yay package manager o'rnatilmaganligi sababli bo'ladi. Chunki biz minimum ustanovka jarayonidan o'tyapmiz. Shu sabab. Va bu yerdan so'rayapti, bizda qaysidir ekstra fayllarni olishda xatolik kuzatildi va bu yerda chaotic hourdan foydalanishni xohlayapsizmi deyapti. Bu yerdan kelinglar yes ni bosamiz. Albatta o'zi barcha kerakli fayllarni o'rnatadi. Installing key va mirrorlar yuklab olinmoqda. Va barcha kerakli mirrorslar. Albatta bu mirrors bizga ushbu hide Hyperland.ni o'rnatish uchun kerakli bo'ladigan serverlar hisoblanadi. Va o'rnatish jarayoni boshlanyapti. Bu yerda aytilyapti, qaysi shelldan foydalanmoqchisiz, Zish yoki Fish. Menga ko'proq Fish yoqadi, chunki u baliq. Buning uchun 2 ni bosamiz.
fishni o'rnatishni boshlaymiz. Va ko'rishimiz mumkin, juda ham ko'p dasturlarni biz o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Va bu yerda barchasi Aurni ichida, ya'ni Arch Linuxning repozitoriy bazasida mavjud. Va bu yerda skip bo'lib ketayotgan dasturlar bu bizni Arch Linuxning boshidan o'rnatilgan dasturlar va bu yerda Firefox ham mavjud, ko'rib turganingizdek. Agar o'rnatilmaydigan bo'lsak, baribir o'zi avtomatik tarzda o'rnatilaverar ekan. Bu juda ham qiziq akalar. Va bu yerdan enterni bosamiz va 274 megabayt va yes, barchasini o'rnatamiz. Va bizni paketlarimizda eng so'nggilar o'rnatilmoqda. Hozirda 50 ta paketni hajmi deyarli 1 megabaytdan kamroq, shuning uchun bular juda ham tez o'rnatiladi. Va bularni ichida 4 tasi yoki 5 tasi bizda o'rnatilmadi. Albatta bular internetning juda ham sekinligi bilan bog'liq, lekin bular barchasi fondligini ko'rishimiz mumkin, unchalik shart emas. Va bularning keraklilari barchasi keyinroq o'rnatib olsak ham bo'laveradi. Va bu yerga sudo uchun password ham, restoring, font cache. Va biz o'rnatish jarayonining eng oxirgi qismiga yetib keldik. Bizda STM menejerni qaysi versiyasini o'rnatishni so'rayapti. Bu yerda Candy yoki Corners. Candyni o'rnatib qolamiz. Bu yerda Candyni o'rnatamiz va bu yerga password va bu yerdan yes, barchasini o'rnatamiz va yana yes. O'rnatish jarayoni eng oxirgi qismlari ketmoqda. XTG, session restarted, looking patches, installing. Biz nihoyat bizning operatsion tizimimizni muvaffaqiyatli o'rnatib oldik va ko'rib turganimizdek bizda Grub va Windows Boot Manageri bir vaqtda ishlayapti va biz dual bootga erishdik. Ana endi operatsion tizimni muvaffaqiyatli ishlatib ko'rmoqchi bo'lsak, bizda Grub Boot Managerimiz boshida qaraganda anchagina o'zgargan, albatta. Va buni ishga tushiradigan bo'lsak, bizning yangi lock screenimiz ko'rinishi kerak bo'ladi, albatta. Hide tomonidan o'rnatilgan va ko'rib turganingizdek mutlaqo umuman boshqacha ko'rib turishingiz mumkin. Va bu yerga bizning parolimizni kiritamiz va ko'rishimiz mumkin bizning Hyperland experienceimiz ko'rishimiz mumkin. Va albatta aytib o'tmoqchi bo'lganman, ushbu operatsion tizimni agarda sizni Linux operatsion tizimi umuman olganda Hyperland, Arch Linux umuman olganda Linux operatsion tizimini ishlatishda qandaydir opit darajangiz unchalik yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, sizlarga maslahatim ushbu operatsion tizimni yaxshisi virtual mashinada birinchi o'rnatib, keyin uni yaxshigina opitga ega bo'lgandan so'ng o'rnatishni davom ettirishingizni, o'zingizning kompyuteringizga o'rnatishingizni maslahat bergan bo'lardim. Chunki ushbu operatsion tizim ayniqsa Hyperland bilan Arch Linux juda ham murakkab va juda ham kompleks darajada va ushbu operatsion tizimni faqatgina professional odamlargina yaxshi ishlata oladi. Chunki hozirda ushbu men o'rnatgan Hyperlandda deyarli 90% yoki 80% qismlar faqatgina conf fayllar orqali amalga oshiriladi. To'g'ri, bu yerda avtomatlashtirilgan bo'limlar mavjud. Masalan, bu yerda wallpaperlarni qo'lda almashtirishimiz mumkin. Juda ham zo'r wallpaperlar. Masalan, bu yerda waybarni stilini ham o'zgartirishimiz mumkin. Bu yerda hozir ulanib turgan atrofdagi hozir ob-havoni ham bu yerda bitirishimiz mumkin. Bizning lokatsiyamizga oid bu yerda boshqa ma'lumotlar, hattoki bu yerda o'chirib yoqish va restart log bo'limlari ham mavjud. Juda ham zo'r ishlab chiqilgan. Lekin baribir yaxshi optga ega bo'lsangizgina ushbu operatsion tizimni o'zingizning asosiy kompyuteringizga, ya'ni devaysingizga o'rnatishni maslahat bergan bo'lardim. Bu yerda birinchi navbatda ishlatganingizda tubga kirib qolishingiz mumkin, chunki qayerdan men bu operatsion tizimni ishlataman. Birinchi navbatda siz bu yerda maxsus keybindni topishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda keybind degan knopka bor va bu yerda ko'rishimiz mumkin. Bu yerda standart holatda super Q, bu super bizning Windows keyimizga teng bo'ladi. Super Q bu barcha oynalarni yopadi. Alt F4 bu hozirda fokus qilib turgan oynani yopadi. Super delete bu Hyperland session umuman yopadi. Super W bu floating qiladi. Bu yerda biz asosiy biladigan narsamiz bu Super T, ya'ni Windows T komandasi orqali biz terminalni ochishimiz mumkin va bu terminal orqali biz barcha ishni bajaramiz. Deyarli 100% ishni ko'rishimiz mumkin.
Bu yerdan barchasini tozalab va bu yerdan umumiy config folderimiz bu config va bu yerga kiradigan bo'lsak, bizning barcha kerak bo'ladigan konfiglarimiz shu yerda joylashadi. Asosan hide va hyper konfiglari ichida. Bu yerda X ekranda Ctrl X ga e'tibor bermasangiz ham bo'laveradi, chunki ushbu mashinani men Xorg server orqali boshlatganligim uchun shu yerda shunday muammo bo'lyapti. Bu umuman qiziq emas. Xullas akalar, videomiz shulardan iborat edi. Albatta videom sizga qiziq bo'lgan bo'lsa va foydali bo'lgan bo'lsa, men juda ham xursandman akalar. Sizlar bilan yana Yosh avlod kanali bo'ldi. Sizlar bilan keyingi videomizda yana bir bor ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.